Yilning ham yarmi ortda qoldi. 2026-yilni biz katta maqsad, ulkan rejalar va yangi marralar bilan boshlagan edik. Bugun esa shu 6 oy ichida Blitz nemis tili markazi erishgan natijalarga birgalikda nazar tashlaymiz. Yaxshilab joylashib oling. 2026-yilning dastlabki 6 oyida o'quvchilarimiz umumiy 350 ta xalqaro nemis tili sertifikati va 110 ta Germaniya vizalarini qo'lga kiritishdi. Blitz uchun eng katta raqobatchi bu kechagi natijalarimiz. Shu sababdan biz har yili o'z rekordlarimizni yangilab, doimiy ravishda yangi marralarni zabt etishda davom etamiz. Taqqoslash uchun aytadigan bo'lsak, 2025-yilning 12 oyi davomida o'quvchilarimiz tomonidan umumiy hisobda 369 nafar xalqaro nemis tili sertifikatlari va 159 ta Germaniya vizasi qo'lga kiritilgan edi. Demak, atigi 6 oy ichida o'tgan yilgi natijalarga deyarli yetib keldik. Oldinda esa hali yana yarim yil bor. Qo'lga kiritilgan sertifikatlarning 212 tasi B1, 93 tasi esa B2 va nihoyat 9 tasi C1 darajadagi sertifikatlardir. Tasavvur qilyapsizmi? 6 oy ichida 300 dan ortiq talabamiz B1 va undan yuqori darajadagi sertifikatlarni qo'lga kiritdi. Bu esa o'quvchilarimizning mehnati, ustozlarimizning tajribasi va Blitz metodikasi samaradorligini yana bir bor isbotlaydi. Lekin bu hali hammasi emas. O'tgan 6 oy ichida ustozlarimizning 7 nafari C1 darajadagi nemis tili sertifikatlarini qo'lga kiritishdi. Bu esa Blitzda nafaqat o'quvchilar, balki ustozlar ham doimiy ravishda o'z ustilarida ishlab, bilim va malakalarni oshirib borayotganlarni ko'rsatadi. Bu davr mobaynida Blitz oilasi ham sezilarli darajada kengaydi. Fevral oyida Andijon filiali o'z ish faoliyatini boshladi. Bugungi kunga kelib esa ushbu filialda 390 nafardan ortiq o'quvchi tahsil olmoqda. May oyiga kelib esa Qarshi filiali ishga tushdi. Hozirgi kunda 220 nafardan ortiq yoshlarimiz u yerda nemis tilini o'rganib, Germaniyaga ilk qadamlarini qo'yishmoqda. Shu bilan birga jamoamiz soni ham sezilarli darajada ortdi. Yil boshida 148 nafar bo'lgan xodimlarimiz soni bugunga kelib 200 nafarga yetdi. Bu esa Blitz nafaqat o'quvchilar uchun, balki professional mutaxassislar uchun ham orzularidagidek ish maskani bo'lib borayotganini bildiradi. Yana bir yangilik. Tez orada Blitz nemis tili markazining 9-filiali Namangan shahrida ochilishi rejalanmoqda. Endi namanganlik yoshlar ham nemis tilini sinalgan metodikalar asosida o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bugungi kunda Blitz Toshkent, Samarqand, Andijon va Farg'ona va Qarshi shaharlaridagi minglab yoshlarning Germaniya sari yo'lida ishonchli hamroh bo'lib kelmoqda. Bu yutuqlarning ortida o'quvchilarimizning mehnati, ustozlarimizning fidoiligi va butun Blitz jamoasining birgalikdagi harakati turibdi. Balki navbatdagi xalqaro nemis tili sertifikatining sohibi yoki Germaniya vizasining egasi aynan siz bo'larsiz. Oldinda hali yana yarim yil bor. Yangi natijalar, yangi marralar va yangi muvaffaqiyatlar hali oldinda. Blitz, siz eng yaxshisiga loyiqsiz.